Assalomu alaykum kuzatuvchilarim. Lyulka naborimizni upakovka qilib oldim mana. Ertaga 15-da egasi kelib olib ketadi, inshaalloh, xudo xohlasa. Mana hozir bitta sizlarga obzorni qilib beray, sotuvga chiqib ketishidan oldingi holatini bir ko'zlaring quvnasin. O'zimni ko'zim quvnab ketyapti. Mana hozir shunday ko'rsatib obzor qilib beraman. Lyulka naborimizda nimalari bor? Lyulka naborimizda mana bunaqa pampers soladigan korzinkachasi bor, mana. 15 ga 20 razmerda. Keyin ikkita mana bunaqa korzinkachasi bor. Mana. Bunisi ketdi. Keyin mana bunaqa katta organizerli kiyimlar solish uchun katta korzinkasi bor, mana lyulka naborimizda. Mana. Va momiqqina plet odilchasi bor. Mana qizlar. Kecha to'qib bitirdim buni. Keyin ichida machalkasi, yostig'i, mana bunaqa giperlari, bolajon uxlayotganda har xil hasharotlar pashshalar chaqib bezovta qilmasligi uchun mana bunaqa giperlari bor. Mana bunaqa babichkalari bor. Juda ham chiroyli mana. Mana shu narsalari bor lyulka naborimizda. Shab tur. Mana shunday qilib mana. Endi mana buni qadoqlaymiz. 85 ga 85 razmerdagi plet odilchasi. O'ttizga 25lik 30 ga 20lik aytgancha 30 ga 20lik katta korzinkasi. 25 ga 15lik ikkinchi korzinkasi pamperslar uchun. Bular 10lik korzinkalari. Mana lyulka naborimiz bo'ldi. Bitti. Endi xudo xohlasa